Yo balar xabarga salam sizlar bilan bugun bor yana men Nodir O'zbek kanali. Men bo'lishmanmi? Mana men bo'lish emasman. Boy kabaqor qismida va bo'lish bo'lib turgandim. Bilasizlar va shuning uchun men bo'lish bo'lgandim. Hammaga keting. Masalan bugungi qismimizda kattagina uy qilamiz. Mana bu olmazli bradiyalar qayoqdan chiqdi desangiz, yerlikdagidan chiqdi. Ben kechagina aytganimda, ya'ni bugun birinchi qismida aytganday va hamma yerda tekshirib chiqdim. Va endi mana bu yerlarda uy qilamiz va bizlar mana bu yerda fermani yaxshilamishimiz kerak. Mana buni qarang, bu juda ham rasmiy ferma. Endi esa videoga qaytishimiz kerak. Va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. 17 mingta obunachi bo'lganingiz uchun rahmat. Sizlarga juda ham katta rahmat. 17 mingta emas, 17 obunachi bo'lganim uchun rahmat. Va har bitta obuna bo'lgani uchun 44 ta rahmat. 44 ta rahmat beraman yoki 100 ta. Va boshqa telefonlarga ham obuna bo'lganlarga 100 ta yoki o'zining telefoni yoki obuna bo'lganlarga esa 40 ta yoki 100 ta rahmat aytaman. Va men mana aytdim 16 bo'lsa 15 bo'lsa yoki nimalarga 30 ta like yuksak. Mana buni o'rnining ikkinchi qismi chiqaraman dedim, lekin men uni chiqarish qilyapman. Lekin men o'ylayapman va chiqaryapman. Va men xudo qalasa mana bu ham ikkinchi qismi chiqadi. Qani sizlar boshladik. Mana men tushyapman. Mana bular o'tgan qismda qurgan edik. Mana buni ham qilgan edik. Lekin qaramaydi, olib tashlaymiz. Kerak ularni ham. Ki mana bu sizlarga mana bu paqir degan edik. Yoki paqir emas. Lekin mana bu yerga eski vatiga dolim qilsam bo'ladi. Babada evetarim solib ketgan ekan, bildim ben. Yani paqirib qani? Paqirib qani ekan. Oh my god. Paqirni mana bu yerda ko'rgansiz, like bosib kanalga obuna bo'ling. What the fuck is this? Endi mana bu yuqoriga bizlar balkon Qozog'istonda balkon bo'ladi do'stlar. Lekin mana yuqorida ko'radigan narsani ismini eslamayapman do'stlar. Mana bu temirni piradiya. Mana meni paqirim, jon paqirim. Mana ularning hammasining niyatim bor. Mana matiga bor. Mana bu ham bor. Mana bular esa ikkala sandiqdan chiqqan edi. Sizlar birinchi qismini ko'rmasdan turib, ikkinchi qismini ko'rishga shoshilmang. Chunki mana bu ikkinchi qismida olmos topganim va qanday qilib qiynalganlarim yozilgan. Mana bu taxnab olib mana bu yerga qo'yish kerak. Mana bu yerga qo'yish kerak chunki taxnalarni turavermaydi. Mana bularni hammasini mana bu yerga solib qo'ysak, olmazli narsalar kerak bo'ladi. Mana aqlimiz topildi, yerga qo'yib qo'yamiz. Mana kerak emas, sandiq deganlar kerak emas bo'ladi. Va bo'ldi. Mana bu narsalarni mana bu yerga olib kelsam bo'ldi. Va men usti bilan
Tobele yopa işte yapaman. Tobe esa alada bo'ladi. Nima edi? Mana bunday bo'ladi tobe emas. Emas. Chetlari mana bunday bo'ladi, usti esa mana bunday o'ralgan bo'ladi. Do'stlar, tushundingizmi? Mana buni ham olib kelamiz. Mana do'stlar, nima ekan bilmadim-ku. Mana sigirlarni o'ldirish kerak. Bunda nima deb yurgan? Mana ovqat shimbergan. Mana bular paydo bo'ladi, mana bu bor. Mana ikkitasi paydo bo'ldi, lekin mana bu to'sa yana o'ldiramiz. Chunki bizlarga ovqat kerak. Ben bilan ko'rib turadigan nima qilishni hozircha bilmayman. Biz ko'rib turadigan nima yasaymiz? Oh my shit, do'stlar. Ikkitalik qilmasak bo'lmaydi mana bu yerda. Mana bu yerda bizning sandiq, mana bu yerda crafting table va ikkita pechkamiz. Lekin mana bu siqilib qoldi-ku. Hozircha mana bu taxni buzib turamiz. Chunki bizga kerak emas. Mana bu yerda ekinlar ham opa. Mana yo'q qilib tashlaymiz. Yoki mana qilib yo'q qilsak ham bo'ladi. Bizlarga juda ham ko'p taqir kerak bo'ladi. Chunki mana bu suvlarni olish uchun. Короче, do'stlar, hali bizlar o'g'ilamiz. Mana bu yerda suv, mana bu yerda ham suv, mana bu yerda hamma yerda mana bu narsalar bidodi. Hozir bizlar do'stlar mana bu taxtni buzishga harakat qilamiz. Yoki buziladi. Mana bu qo'shqor ekan. Mana bu kvars blokni o'ylagandim. Mana bu yoqoldi. Bizga kelyapti, chetga o'tibdi. Buzishni unutib ketganman mana bu. Yuqorisida. Birinchi qismida u ham bor. Mana do'stlar, nima qilsak bo'ladi? Mana bu yerda esa bizlar mana bunday mana bu esdan chiqdi-ku, Minecraft emas, Minecraft esdan chiqyapti. Va mana bu yerga do'stlar mana buni sal-pal kattalashtirishim kerak. Men mana bu yerda kattalashtiraman va menda 33 ta. Bu deyana juda ham ko'pga yetadi. Va do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana bu shuncha mehnatga. Mana bu sandiqlar bunaqa turishi kerak. Chunki mana bu yerda chiqilib qoladi. Yana men chetlariga mana bunday zavorlarni qo'yib chiqaman. Chetlariga zavorlarni qo'yib chiqaman va men tayyor bo'ladi. Va menda crafting table dan ko'rishim bilan hammasini yasab olsak, olmosi bilan nima bo'lib ko'rishimni yasasak. Do'stlar, qayerda qoldi? Mana yerda. Kattaroq ochamiz. Mana 12 tasi bor, lekin u ham yetmaydiganday. Ketamiz mana bu yerdan. Mana ularda hamma yerdan unga yopishib qoladi. Qani nevadan to'laveradi. Mana o'rtaga esa olmadim. O'rtaga esa crafting table va mana bu yerlarga zavod
ortiqcha. Mana bu ham zabur. Va mana bu pastga ham qo'yishimiz kerak, chunki moblar mana bu yerda yurib ketadi. Do'stlar, moblar mana bu yerda yurib ketadi. Shuning uchun do'stlar pastga qo'yamiz. Bizlar hali juda ham ko'p yumushimiz bor. Mana bu 27 tasi yetadigan chiqar, yuqorlariga ham. Mana bunday qilishimiz kerak. Shuning uchun do'stlar men pechkani chetga qo'ymadim-da. Mana bu 2 tagina blok va 1 2 bo'ldi. Mana bu yerda hozircha yaxshiroq. Va men yuqoriga chiqishim kerak. Va men hamma taxtani mana bungacha desam bo'lmaydi, mana bu yerga ham qo'yishimiz kerak. Mana bu kerak emas. Chunki mana bu yerda ham tushadigan yo'l qilamiz. Ya'ni mana degan tushadigan. Yoki ikkalasidan ham minsa bo'ladi ekan. Mana buni ham olib tashlaymiz. Evatlar buncha to'lib ketgan. Mana endi do'stlar emas. Voy bu do'stlar. Fotodrap qilish uchun paqir bor, lekin suv yo'q. Juda ham qaladi narsa. Mana bu olaman. Juda ham evatlar to'lib ketgandan meni sig'may qolyapti. Sandiqqa o'zi yarmi kamman. Yana yarmi bor menda. Mana hammasi qulayroq bo'ldi. Mana bu taxtalardan mana bunday qilib yasab olaman. Va menda 32 ta. Hozircha yaxshi. Pastiga ham mana ularni solib, mana ularni eritamiz. Olmos bizlarga ko'p bo'lib ketdi. Kerak emas ham bo'lib ketdi. Hech zamonda olmos kerak emas deganda odam bormi? Mana boshqalar. Olmos kerak emas deganda. Do'stlar, olmos kerak emas deganlar kommentariyaga 4 tagina plus yozing. 4 tagina. Mama do'stlar. Mana bu yerlarda ham bo'lamiz va temirlar ham bizlarga kerak emas bo'lib ketdi. Chunki bizlarda olmos narsalar bor va bizlar olmos 64 tagina blokimiz bor. Va mana bu ko'mir ham kerak bo'ladi. Olmos kerak emas, ko'mir kerak dedim. Ulimba noto'g'ri bo'lganga o'xshayapti. Pechkalarga 14 deb qo'yamiz. Va mana buni qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerda esa mana bu o'travlar kerak bo'ladi va ko'mirlar ham bizlarga hozircha kerak emas. Olmazdan ham mana bu ham tek o'travlar bilan paqir va olmosli narsalar qolsin. 32 ta mana bu qoldi. 50 ta stak. Wow! Stak bo'lyapti. Mana buni ham qo'yib qo'yamiz. Lekin mana bu menga oz deb. Mana bu yerda ham bor ekan. Mana bu yerdagi olmoslarni ham mana bu yerdagi olmoslarni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz chunki hamma olmos bu yerda tursa yaxshiroq va topilmay va juda ham ko'p bo'ldi.
Mana buni yetmaydi deb o'ylagandim. Yetarkan. Mana bu qo'yamiz. Mana. Nimagadir tushib ketdim. Mana buni esa pastga tushib ketdi. İçine haber verdi. Turdu desa bana verdi. O'rab chiqamiz. Juda ham ko'p marta o'rab chiqamiz. Mana endi yetadi. Men endi dizaynerlik kasbini qilyapman. Lekin ko'p odamlar unday qilib, meniki qilib chaylacha yoki balkonmi qurmasligi mumkin. Ko'p odam teraklarda quradi yoki mana o'shaganlar quradi. Mana do'stlar. Mana do'stlar juda ham zerikarli mana. Lekin mana bu narsa muhimroq bo'ladi. Chunki mana bu narsalar muhimroq bo'ladi. Chunki yomg'ir bizlarning ustimizdan o'tmaydi. Ustimizdan o'tadi, lekin bizlarga kelmaydi. Aman paqirib ham yo'q, suv ham yo'q. Pastga deb tushamiz-da. Uchala blokni olamiz va mana bu ham olamiz va qo'yamiz. Yaxshiroq. Bu yerda mashina bormikin? Mashina. Havayli o'zimiz yashaymiz. Hammaga bittagina kerak. Chunki men 4 talik qilaman. 4 ta bo'lib chiqadi axir. Menga resurslar ko'p bo'lib ketdi. Va bittaginadan 4 tagina yashadim. Va mana bo'ldi. Endi esa mana bunga ham darvoq qo'yamiz. Soqamiz. Mana ikkita gilalar bitta bo'ladi. Mana. Ikkita yetmadi. Deyarli 9 ta yashashim kerak. Darvoqdan. Nima bo'ldi? Hozir. Yana tayoqcha. Bitta emas, ishlaydi bo'lib chiq. Mana bunga ham qo'yamiz va mana bunga ham qo'ysak kifoya. Mana bunga bir odam bisiklet bilan turib qolishi mumkin. Yoki mana bunday yerlarda turib qolishi mumkin. O'rab chiqish kerak. Mana ko'proq lapatga kerak. Do'stlar, mana bu nima bo'lar edi? Bitaydi mana bu cheksizlikka. Va joylarda kovlayman. Chunki kovlaganman. Manalarda mana bu hamma paqir suvlarni olamiz. Ana bu hammalamiz. Do'stlar, mana bu yerga suv qo'yamiz. Bitta suv qo'yib qo'yamiz. Hozir o'zim suv olib kelaman. Mana emas, mana bo'ldi va mana endi esa mana bu yerda matigam yo'q.
Mana yuqorida bor. Hamma suvlar mana bu yerga olib kelish yoqmaydi. Mesela mana 2 paqir suv qo'ymadim, lekin 1 paqir bo'lib chiqdi. Sarisiga kafolat. Mana bu suvlarda ko'p bisikletga emas. Narsaga qo'yib qo'yishim kerak bo'lgan. Bu yerga nerede zombiler kelib cho'milmaslik uchun mana yerda hamma yerda o'rab chiqamiz. Ertaga kun esa hamma yerda o'rab chiqish kuni bo'ladi. Uxlaymiz. Yani ertaga kun esa hamma yerda o'rab chiqish degan kun berdim. Va manda daraxt yo'q ekan, lekin mana bu oqroq daraxt borligi uchun mana bunday dedimda, mana bunday o'rchalar yasadim. Va menga baribir zombilar cho'milib boshligi uchun men mana yerda xullas o'rab qo'yaman. Mana yerga mana u ham yetadi ganga o'xshayapti, chunki kichkinaroq yerga oq ketadi xolos. Mana bo'ldi. Yo'qoldi. Yo'q, desa mana yerga u bitta mana yerda ikkitasini olib tashlaymiz. Va mana yerga ikkitasini qo'yamiz. Mana yerga ikkita. Savollar yetmayapti. Men sizga aytgan urug'larni hammasini ekib chiqamiz dedik. Va nechta urug'lar bor menda? Urug' emas. Nal bor menda. Mana senga ohoy. Do'stlar, sizcha suv bor, lekin mana paqirga suv olmayapman. Mana. Nima esa do'stlar? Ekib chiqamiz. Tezroq. Mana tabiatni saqlayapmiz bizlar. Daraxt ekyapmiz. Sizlar ham daraxt ekib yaxshi ko'rsangiz videoga obuna bo'ling. Nimagadir men 40 mingta yoki 30 mingta bo'laylik, 40 yoki 30 ta bo'laylik deyapman sizlarga. Sizlar orasiga aytdim, 40 yoki 30 ta bo'laylikdi. Nelarni ikkisini chiqaraman deyapman, alavani ikkisini tayyorlayapman. Boshqa qo'yaptilar. Hamma yerda po bo'lyapti. Endi esa nima qilsam bo'ladi mana. Eng birinchi bo'lib chapgan teraktimni mana bu yerga daraxt yo'q mana. Hozir do'stlar, mana bunda oq daraxt borku. Mana bu daraxtni ekyapman. Lekin u ham hech qanday. Va mana oq daraxtlar qoldi. Mana suvda cho'milmaydi hech kim. Tek olibda ketadi. Qarabchi, ham yo'qoldi. Mana bu yerdan boshlaymiz, chunki mana bu yerdan hech kim kira olmaydi va suvga cho'milib eginlarni yo'q qilib tashlashida ham mumkin. Mana bu zombilarga baribir tek sakraydi bo'ladi. Nima qiladi? Kravatda sakraydi, chetirga o'xshab.
Skeletdeki sakramaydi. Şeydeki okşup kravatta sakraydı. Mana nerede sakraydı? Nima deylik nima qilsa bo'ladi. Mana bu daraxtda chopish kerak edi. Men endi ekamaman. Bo'lsa mening bir vazifam, ya'ni ikki vazifam bo'lib bajarildi. Chunki men uy quraman dedim. Balkon bir narsa qurdim. Mana buni kommentarlarga yozib qoldim. Yoki kommentariya bo'sh. Lekin kommentariya nimagadir yozilmayapti turgan ekan bo'ldi. Nimaga ekanini bilmayapman do'stlar. Mana do'stlar. Mana da bittagina vazifam ikkita ish qoldi. Yo-mayo do'stlar. Birinchi bo'lib alamkarak o'tdi. Do'stlar, va yerda mana bu yerda mantik saborchalar yashayapti. Mana bu taxtalarni isrof qilib mana oq taxtalar. Ana bu taxtalarning regeneratsiya deyapti, men shunchaki ishlatmayapman chunki men tek olmaydim-da, olmaydim. Faqat olmay yeganman. Regeneratsiya meni tushib ketmasdan nima qiladi do'stlar? Men hozir ikkinchi qismini YouTube'ga ham qo'yaman. Sizlar maza qilib yoki ko'rasiz. Короче, do'stlar, mana chabarak qilib chiqamiz. Mana endi savalverga. Do'stlar, mana bu yerda fatir drop qila olamanmi? Va ala do'stlar, lekin men artefaktlarga o'xshab va men mana bu yerlarda fatir drop qildim. Va do'stlar, men mana bu yerda chiq bo'lmayapman do'stlar. Nimagadir mening YouTube akkauntim 17 artefakt yoki hekellarda esa juda ham mingtadan ham ko'p. YouTube YouTube'ni ko'rgim keladi, lekin mashaqqat qilyapman. Va men sizlar tez obuna bo'lmayapsiz. Komment ham yo'q deyapman. Nimaga kommentmanda yopilib qoldi? Mening kanalimda komment yo'q. Bo'lsa sizlar ham yozadigan edingiz. Sizlarni nimagadir komment yozishga majbur qildim. Lekin men o'zimga qarab ko'rsam komment yozilmaydi va men juda ham uyatda qoldim. Chunki kanalimda komment yozolmaydi ekanlar. Mening aybim. Lekin nimaga men do'stlar hozircha men nega bu yerda taxtalik ketmayapman? Chunki bilmayman, o'zingiz kommentariyaga yozib qoldiring. Nimaga men yog'och ketmon yasadim. Ana urug'larni olib ketsa bo'ladi. Mana yerda urug'larim bor edi, o'rotda tarvuz va mana bu yana sabzi ham urug' tagida hech narsa urug' emas. Mana bu sandiqda ham hech narsa yo'q.
endi esa baraverlarga do'stlar ben mana tarvuzdan 17 olaman. Baraverga qo'ysak endi esa motiga baraver va endi mana 50 do'stlar baraver yuk basak bo'lmaydi baraver. Chunki mana hamma biladiki yerlarga tarvuz o'sadi va baraverga va buni qilmasak o'smay qolishi ham mumkin. Mana ham qo'yamiz va mana ortiqchasi balalarga mana bunday qilib urug'larni ekib chiqmoqchiman. Mana kechda hech kim menga bardosh berolmaydi chunki men juda ham ko'p mana juda ham zamonlar bor. Ular hech kim o'ta olmaydi. Mana aqli ishlaydigan odamlardan boshqalar hech kim o'ta olmaydi. Mana bo'ldim. Ko'rmab tayyor bo'ldi. Alabalarga tarvuz o'sadi ben olaman. Mana endi hamma narsalarni sandiqqa solishga mana ko'p narsalarimni mana bu kravatni o'rtaga qo'ymaymiz albatta. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan bugun men bo'ldim, Nodir O'zbek bo'ldim. Va endi ana quchoqda o'ynagan yerimda yana o'ynab ko'raman. 15taga chiqarsangiz chiqaraman dedim, lekin 17 bo'ldingiz. Mana bundan ham nechalik bo'lganini ko'raman. Va uzr sizlarga aytadigan narsam bu kommentda yozish belgilanmagan. Hammali do'stlar, mana bu yerga kommentda yozishga harakat qilaman. Zo'r do'stlar, bir odam yozibdi, fikringizni qoldiring, zo'r bo'libdi deb. Komment yozibdi, sizlar ham komment yozingchi. Yana bir odam, u ham do'stim emas, u ham o'zi. Va keyingi videolarda qanday qilib qilishimni kommentariya yozib qoldiring va mana flatda nima qilishimni yozib qoldiring. Hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan bugun man bo'ldim.